Video bronchoskopi. Monitor o'rnatish. Monitor va display mount arm sub-assidagi torti teshikni moslashtirib boltlar bilan mahkamlang. Boltlarni qiya tartibda ketma-ket mahkamlang. Monitor og'ir bo'lgani uchun yordamchi xodim monitorni ushlab turishi kerak. Monitor o'rnatilgandan so'ng quvvat kabelini ulang va dvi kabelini dvin portiga ulang. Trolleyga avval yorug'lik manbani, keyin video protsessorni joylashtiring. Aloqa kabelini tasvirlash protsessorlarning AQ100 tom portiga va yorug'lik manbasiga AQL100 ulang. Monitorga ulangan dvi kabelini tasvirlash protsessorlarning dvi portiga ulang. Licht source va imaging protsessorga quvvat kabelini ulang va kabel tray teshiklari orqali o'tkazib kabellarni tartibga keltiring. Interconnector ma'lumot kabelidagi sariq belgi va imaging protsessordagi sariq belgini moslashtirib ulang. Soat yo'nalishi bo'yicha buralsa, qulflanadi. Soat yo'nalishiga teskari buralsa, qulf ochiladi. Kabelning qarama-qarshi uchini esa moslamadagi ushlagichga qo'yib saqlang. Endoskop connectorni licht source soketidagi teshikka moslab ulanadi. Imaging protsessorga ulangan interconnector data tablini endoskop connectordagi yashil belgi bilan moslashtirib ulang va soat yo'nalishi bo'yicha burib qulflang. Ulash tugagandan so'ng kontroller va insertion seksionni moslamadagi ushlagichga osib qo'ying. Vater botleni ushlagichga osing va endoskop connectordagi vater air supply ulagichiga ulang. Avval chuqur teshik qismiga kiritib, soat yo'nalishi bo'yicha burib mahkamlang. Ajratishda esa teskari tartibda bajariladi. Elektrich sutjon apparatusning sutjon tubesini sutjon connectorga ulang. Quvvatni yoqishdan oldin uspni portga avvaldan ulab, video yozuvni saqlashga tayyorlab qo'yish kerak. Shundan so'ng imaging protsessor va licht source qurilmalarining quvvatini yoqsangiz, monitorda tasvir paydo bo'ladi. Insertion seksionning uch qismini ushlab, kamera tebranib ketmasligi uchun barqaror holatda tuting. Kameraga zarba yoki kuch ta'siri o'tib ketmasligiga ehtiyot bo'ling. UHD balanti sozlamasi. Lamp tugmasini uzoq bosib turing. Kamera lampasi yoqilgan holatda UHD balanti chap ichiga joylashtiring. UHD bal tugmasini uzoq bosganingizda tizim avtomatik tarzda UHD balantini sozlaydi. UHD balanti indikatori xira bo'lsa va monitorda "Ibdone" axboroti chiqsa, sozlama muvaffaqiyatli yakunlanganini bildiradi. UHD balanti sozlamasi monitorda tasvir ranglarini to'g'ri ko'rsatish uchun foydalaniladi. Quyidagi holatlarda har doim UHD balantini qayta sozlang. Kuzatuvdan oldin, yorug'lik manbalarini almashtirgandan so'ng, tasvir rangida nomutanosiblik kuzatilganda. Chap qo'l bilan kontrol seksionni ushlab, o'ng qo'l bilan kamerani ushlang. Distal end atrofdagi predmetlarga urilmasligi uchun mahkam ushlab turing. Kontrol bo'limining old qismida ikkita tugma mavjud. Yuqoridagi tugma sutjon tugmasi qizil nuqta bilan, quyidagi tugma air vater tugmasi. Air vater tugmasi suv purkash va linzani tozalash uchun ishlatiladi. Air vater ishlatish. Licht source blokidagi pump tugmasini qisqa bosib yoqing. Pump tugmasi orqali sutjon darajasini sozlash mumkin. Pump yoqilgan holatda air vater tugmasidagi teshikdan havo bosimi seziladi. Air vater tugmasini bossangiz suv chiqadi. Air vater tugmasidagi teshikni barmoq bilan yopsangiz havo chiqadi. Tugmalar izohi. Control body yuqori qismida 5 ta tugma mavjud. 1. Freze tugmani bir marta bosilganda freze funksiyasi orqali rasm olinadi. Bosish bilan bir vaqtda displeydagi tasvir muzlaydi. Olingan tasvir usb xotiraga saqlanadi. Freze holatida tugmani yana bir marta bosilsa, freze funksiyasi bekor qilinadi. 2. HB tampon band image tugmani bir marta bosilganda HB rejimiga o'tadi. Yana bir marta bosilsa normal, oddiy yorug'lik rejimiga qaytadi. HB rejimida diagnostika vaqtida quyidagi tasvir yaxshilanishi kuzatiladi. Shilliq qavat epiteliysi va kapillyar tuzilmalarning ko'rinishi kuchayadi. Shilliq osti qatlamidagi qon tomirlarining tarqalishi yanada aniq aks etadi. Natijada yanada ravshan va yuqori sifatli diagnostik tasvir hosil bo'ladi. 3. Iris tugmani bir marta bosish orqali piyak averaga auto rejimlariga o'tish mumkin.
Odatiy ishlatishda auto rejimi tavsiya etiladi. Auto rejimida ekran juda yorqin yoki qorong'i ko'rinadigan bo'lsa, PEAC yoki AVERAG rejimidan birini tanlash mumkin. Obyekt juda yaqin bo'lib, ortiqcha yoritilgan bo'lsa, PEAC rejimi tanlanadi. Monitor ekranida iris, PEAC auto ko'rsatiladi. AVERAG rejimida obyektning chekka qismlari yorqinroq ko'rinadi. Chekka qismlarni normal yoritishda ko'rmoqchi bo'lsangiz, PEAC rejimini tanlang. Odatiy ishlatishda auto rejimi tanlanadi va obyektning markaziy qismi yorqin ko'rinadi. Markaziy qismni normal yoritishda ko'rmoqchi bo'lsangiz, yana PEAC rejimini tanlang. 4 tugma chap tomonda, 5 tugma o'ng tomonda joylashgan. 4 Enhance. 4 tugmani bosish orqali Enhance rejimiga o'tish mumkin. Raqam qanchalik yuqori bo'lsa, tasvir shunchalik aniq bo'ladi. 4 tugmani har bir bosishda 1, 2, 3, 4 bosqichlari bo'yicha osadi. Monitor ekranda E1, E2, E3, E4 ko'rsatiladi. 5 Zooming tugmani har bir bosishda tasvir 1.2 1.5 2 normal ko'rinishga o'tadi. Front panel. 1 Cholar tone adjustment indicators. Rang ohangi 2 rang, qizil, ko'k orqali sozlanadi va red va blue tugmalari mavjud. Rang ohangi darajasini sozlash tugmalari yordamida o'rnatish mumkin. Rang ohangi indikatorlari har bir rangning joriy darajasini ko'rsatadi. Cholar tone adjustment indicators red yoki blue tugmasini tanlang, enter tugmasini bosing va button up down tugmalari yordamida rang ohangi darajasini tanlang. Darajani tanlaganingizdan so'ng enter tugmasini bosib daraja qiymatini saqlang. 2 Saqlangan fotosuratlarni ko'rish, forward backward tugmalarini bosib saqlangan fotosuratlarni tekshiring. Fotosuratlarni saqlangan tartibda ketma-ket ko'rish mumkin. Funksional button, forward backward up down tugmalari rang ohangi darajasini sozlashda, saqlangan fotosuratlarni ko'rishda ishlatiladi. 4 Taking Photos tugmasini bosganingizda monitor ekranida USB-C ko'rsatiladi va fotosurat USBga saqlanadi. 5 Start Stop tugmasini bosganingizda video yozuv boshlanadi va yorug'lik chirog'i yonadi ochadi. Yorug'lik yonib ochish paytida video USBga yoziladi. Video yozuv davomida tugmani bosganingizda yozuv to'xtatiladi. Monitor ekranda USB-C ko'rsatiladi. USB-ga ulab yozilgan videoni tekshirish mumkin. 6 Distal End Control sektiondagi Right Left, Up Down, Angulation Control knob yordamida boshqariladi. Kerakli burchakka knobni aylantiring, so'ng Right Left Angulation lockni burib Distal Endni mahkamlang. Right Left Angulation lockni teskari burganingizda lock yechiladi. 7 Adjustable Stiffness. Skopning kiritish trubkasi ko'p bosqichli yumshoqlik va qattiqlikni sozlash funksiyasiga ega. Sozlash halqasini aylantirish orqali kiritiladigan qismning yumshoqligi yoki qattiqligini o'zgartirish mumkin. Bu esa klinik shifokorlar ehtiyojiga ko'ra ichakning turli qismlarini endoskopik tekshirish talablari bilan moslashadi. Hozirgi holat eng qattiq darajada bo'lib, rotation lockni asta-sekin bo'shatsangiz, qattiqlik kamayadi. Stiffness butun insertion tubiga taalluqlidir. Odatda stiffness shifokorning afzalligi bo'yicha tanlanadi. Stiffness 10 dan 4 darajagacha sozlanishi mumkin. Sutyondan foydalanishdan oldin biopsi valvi yopiq ekanligini tekshiring. Kapak uskuna chiqarilishida joylashtirilgan bo'ladi. Sutyon valvi tugmasini bosing. Distal endning sutyon kanalidan suyuqlik tortib olinadi. Tortib olingan suyuqlik sutyon chonneshtir orqali chiqadi. Diqqat! Sorish paytida biopsiya klapanidan suyuqliklar oqib chiqsa, biopsiya klapanini yangisi bilan almashtiring. Lamp Licht ach. Lamp tugmasini uzoq bosib, tekshiruv lampasini yoqasiz. Licht ach tugmasi orqali avto-manual yorug'lik rejimini tanlaysiz. Manual rejimida tugmalarni bosib yorug'lik darajasini sozlashingiz mumkin. Odatda auto rejimi ko'proq qo'llaniladi. Hb Hemoglobin Enhancement. Hb gemoglobin qon rangini ta'kidlash orqali qon tomirlarining strukturasi yanada aniqroq ko'rinadigan video rejimidir. Terining shilliq qavati yoki lezion joyidagi qon tomir shakllarini aniqroq vizualizatsiya qilish uchun ishlatiladi. Hb yoqilganda qon tomirlar kuchayadi. Shu sababli lezionlarning qon tomir naqshi yoki qon ketish joylari kabi tomir o'zgarishlarini baholashda foydalidir. 1 Bedside Pretlianing.
Endoskop ishlatilgandan so'ng darhol chet atrofda oldindan tayyorlash ishlarini bajarish kerak. Havo ta'minoti, suv ta'minoti va yorug'lik manbasini ochiring. Endoskop va boshqaruv tutqichini chap qo'l bilan ushlang. O'ng qo'l bilan deterjan, gaz yoki ko'p fermentli salfetkalarni oling. Endoskopning tashqi yuzasini yuqoridan pastga tozalang. Lensi yumshoq qilib nozul yo'nalishida artib chiqing. Salfetkalar bir martalik bo'lishi kerak. Havo va suv ta'minoti funksiyasini yoqing. Endoskopning oxirgi uchini chet atrofdagi tozalash eritmasi idishiga joylashtiring. Suvni tortish, sutyon funksiyasini yoqing. Tozalash eritmasini tortib oling. Sutyon quvuridagi suyuqlik tiniq bo'lguncha suv va havo tugmasini bir vaqtda takroran bosing. Suv va havo ta'minoti funksiyasini va quvvatni ochiring. Endoskop yorug'lik konnektorini aylantirib ajrating. Suv o'tkazmaydigan qopqoqni o'rnatishdan oldin, suv o'tkazmaydigan qopqoqning ichi quruq ekanligiga ishonch hosil qiling va yeyilish yoki zanglashdan xoli ekanligiga ishonch hosil qiling. Barcha tugmalar va instrument kanali qopqog'ini olib tashlang. Ularni tozalash eritmasiga soling. Suv ballonchasi konnektorini chiqarib oling. Uni ehtiyotkorlik bilan yuqoriga ko'tarib, rakovinaga qo'ying. Suvurish naychasini olib tashlang. Endoskopni protsessordan ajrating. Endoskop va olingan tugmalarni ifloslangan asboblarni tashish aravachasiga joylang. Qo'lqoplarni eching va qo'llarni yuving. Dezinfeksiya xonasiga olib boring. 2. Sizib chiqishni tekshirish. Sizib chiqishni tekshirish juda muhimdir. Sizib chiqishni tekshiruvchi ulagichda yeyilish bor yo'qligini tekshiring. Ichki qismini tozalovchi mato bilan quriting. Endoskopning tashqi yuzasida shikastlanish bor yo'qligini tekshiring. Vodorovga chidamli qopqoq mahkam yopilganini tekshiring. Sizib chiqishni tekshiruvchi ulagichning suv o'tkazmaydigan qopqoqdagi ventulagichga to'g'ri ulanganini tekshiring. Sizib chiqishni tekshiruvchi ulagichni suv o'tkazmaydigan qopqoqdagi ventulagichga ulang. Qo'l bilan ishlatiladigan sizib chiqish tekshiruvchisi vent valvini mahkamlang. Qo'l bilan ishlatiladigan sizib chiqish tekshiruvchisini bosing. 30 kipaga bosim o'rnating. Bosim tushishi sizib chiqishni bildiradi. Egilish naychasining va masofaviy uchining kengayishini kuzating. Endoskopni suvga botiring. Egilish naychasi diametri 40 simdan katta bo'lgan doira hosil qilish kerak. Endoskopni tozalash matosi bilan artib chiqing. Sirt tarangligi pufakchalarini yo'q qiling. 50 ml shprits yordamida individual naychalarni suv bilan to'ldirib, gazni chiqarib oling. Suvda burchakni boshqarish tugmasini aylantiring. Eng yuqori burchakka yetguncha yuqoriga, pastga, chapga va o'ngga burang. Endoskopik masofadan boshqarish tugmalarini suvda ketma-ket siqib chiqing. Har bir tugmada doimiy pufakchalar paydo bo'lishini kuzating. Endoskopni katta shaklida egib qo'ying va doimiy pufakchalar paydo bo'lishini kuzating. Sidirmaslik testidan so'ng vannani to'kib tashlang. Sidirmaslik testerining ulanish qismi atrofini quriting. Qo'l bilan sidirmaslik testerining ventilyatsiya klapanini burang. Bosimni oq kipaga tushiring. Sidirmaslik testerining ulanish qismini ventilyatsiya ulanishidan ajrating. Sidirmaslik testini qayd eting. 3. Qo'l bilan yuvish. Kasallikxona qoidalariga muvofiq belgilangan nisbatlarda tozalash eritmasini aralashtiring va endoskopni eritmaga botiring. Endoskopni tozalash eritmasiga joylashtiring. Endoskopning tashqi yuzasini spiral shaklda artib chiqing. Linza va dyuzen yo'nalishi bo'yicha ishqalang. Dyuzen tiqilib qolmasligi uchun havo va suv ta'minoti piston portining pastki qismiga tozalash cho'tkasini soling. Tozalash cho'tkasini aylantiring. Cho'tkani chiqarib oling. Cho'tkani tozalash eritmasida tozalang. Bir necha marta takrorlang. Barcha axloqsizlik va qoldiqlar to'liq olib tashlanganigacha sorbsiya piston portini ishqalang va asbob kanali portini xuddi shunday ishqalang. Sorbsiya kanalini ishqalash uchun cho'tkalardan foydalaning. Mos ravishda 90 va 45 gradus burchak ostida. Keyin biopsiya kanalini ishqalang. Cho'tka uchlari har ikki uchi bilan ishqalashni ta'minlang va cho'tka uchidan kirlarni ishqalang. Ko'rinadigan ifloslik qolmaguncha ishqalash jarayonini takrorlang.
Shlangit paqlarini va toliq shlang yuvgichlarini o'rnating. Ko'rsatmalarga muvofiq kanal pasini va tozalash to'plamini o'rnating. Irrigatsiya paytida bir vaqtning o'zida havo va suv tugmasini ishqalang. Sorbsiya tugmasi va asbob kanali qopqog'ini to'liq ishqalang. Har bir tugma prujinasini bosing va kichik cho'tkalarni tugmalar teshiklariga soling. Cho'tkani oldinga orqaga aylantirib ishqalang. Rezina qopqoqdagi prujinani halqa shaklida ishqalang. Asbob kanali qopqog'i valfini siqib ishqalang. Kichik cho'tkalarni soling va aylantirib ishqalang. Ko'rinadigan barcha kir to'liq olib tashlanganicha davom eting. Tort rinsing. Tozalangan endoskop va aksessuarlarni chayish idishiga o'tkazing va endoskop hamda aksessuarlarni tozalangan yoki steril suv bilan chaying, kamida 2 daqiqa davomida. Shu bilan bir vaqtda endoskop tashqi yuzasi va linzasini salfetka bilan ishqalang, dezinfektant izi qolmaguncha. 5. Dring Final Steps. Sterillangan endoskop va aksessuarlarni joylashtiring. Steril sochiqlar qo'yilgan maxsus quritish stoliga har bir naychani yuqori bosimli havo quroli bilan kamida 30 soniya puflang, naychalardagi suvni chiqarib yuborish uchun. Yuqori bosimli havo quroli va steril salfetkadan foydalaning. Endoskop va aksessuarlarning tashqi yuzasini quriting. Barcha kanallarni shprits yordamida 75% etanol bilan to'ldiring. Endoskop tashqi yuzasini spirtli doka bilan quriting. Yuqori bosimli havo qurolidan foydalaning. Toza siqilgan havoni yuboring. Barcha naychalarga kamida 30 soniya davomida to'liq quriguncha naycha pasini va to'liq yuvgichning ulanish trubkasini echib oling. Tugma yigmalarini qayta o'rnating. Sorish tugmasi va asbob kanali qopqog'ini o'rnating. Tozalangan endoskopni ko'chirish aravasiga joylashtiring. Endoskopni dekontaminatsiya qilish jarayoni yakunlandi. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ushbu video YouTube'da ham mavjud. Mediline Medical